Yana bir mijozimizga trendda ketayotib turgan Suxoy tuman apparatimizni xudo xohlasa tayyorlab qo'ydik. Taksilar kelishi bilan chiqazib yuboramiz. Bu yerda 6 xil hidi bor va cherniteli bor. Bilasizlar, bizda chernitellar kompressor orqali ishlaydi. Xuddi kraska sepganga o'xshab mayin qilib ekonomishni qilib sepib beradi. Effekti ham zo'r bo'ladi. Korpuslarimiz nerjinka bo'ladi. Dizaynlari qalin 5lik akril ishlatilgan. Orqa tomondan dizayn tushirilgan. Xudo xohlasa o'chib ketmaydi. Vizit knopkalari bor. Nastroykada o'sha kerakli odam nomeri kiritib qo'yilsa, buni 5 sekund bosganda mana yozib qo'yilgan. Shu kiritilgan nomeriga SMS yuboradi. Nastroykalar bilasizlar, telefon orqali har bitta hidini minutiga qancha summaga ishlashini kiritib qo'ysa ham bo'ladi. Falon qoraytirdiganda ham xuddi shunaqa funksiyasi bor va yana uni bepul qilib qo'yish imkoniyati ham bor ichida. Bu bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz. Mana shu nomerlarga terib zakaz qilishlar mumkin bo'ladi. Bu yerga har doimgidek o'sha klik orqali to'lagani maxsus QR kod yopishtiriladi. NFC kartalari bor. O'sha VIP rejimda o'zini tekshirish uchun ishlatsangiz bo'ladi yoki o'zingizda mashinangizga ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi kartamiz bor. Ostatka karta hisoblanadi. Maydasi yo'q klientlarga karta berib qo'ysangiz, o'sha har safar kelib ishlatganda ostatkasini kartasiga olib ketsa bo'ladi va keyingi safar ishlatsa bo'ladi. Bu yerda foydalanish instruksiyasi yozilgan. Shlankalarimiz 3 metr 30 sm bo'ladi. Yumshoq, mashinani qirmaydigandan hisoblanadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda kontakt qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin.